deyman deb portlayman men bitta mayli. Prosta odamlar shu narsani nima o'ylaydi? Men tushunmayman. Shunchalik g'alcha bo'lib ketganmizmi? Umuman aniqlab bo'lmaydi. Kalendarlar bor deb aytishadi, lekin u hammasi noto'g'ri narsalar. O'zimda o'ylab qaraganda homilani jinsini qanday aniqlashinglar mumkin? Bir o'ylab ko'ring. Ginekologlar har xil videolar ko'ryapman, что qon bilan ayol kishini qoni 4 yilda o'zgaradi, erkak kishiniki 3 yilda o'zgaradi. Jadval qilib chiqqaningizda qaysi bir erkak kishiniki yengilroq bo'lsa, o'g'il bo'ladi. Agar ayol kishiniki yengilroq bo'lsa, qiz bo'ladi deyshadi. Noto'g'ri. Farzandni avvalam Alloh beradi. Bizning qo'limizdan keladigan narsa ayol kishi uchun faqat ovulyatsiya kunini kuzatib, ehtimol bor oshirish, Y spermatozoidlar harakati kuchli bo'lgani uchun ovulyatsiya bo'lgan kuni urug'lanish bo'lsa, katta ehtimol bilan o'g'il bo'lishi mumkin. Spermatozoid harakatiga qarab, lekin boshqa narsaga qarab emas. Xitoycha hisoblash, boshqacha hisoblash yo'q narsalar. Bir xil aytadi, "Yo'q, men hisoblatdim-da, menda to'g'ri keldi" deydi. Da bo'lishi mumkin, to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Nima uchun to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin? O'zi homila ikkita jinsli bo'lsa, albatta 50% da to'g'ri keladi. Siz yo qiz yo o'g'il tug'asiz. O'sha o'g'ilga to'g'ri kelib qolganda, "Yo'q, mana menda to'g'ri keldi-yu" deyshadi. 10 xil narsa tug'sangiz ekan, siz aytsangiz, "Yo'q, menga to'g'ri kelmadi" desangiz, o'zi ikkitagina bo'lsa, 50% odamda 100% to'g'ri keladi. Aslida menga aytdi-da, 50% qiz bola deb aytdi, o'zingizda ko'rib deydi-da. Конечно, 50% qiz bola, 50% o'g'il bola bo'ladi. Boshqa narsa tug'maysiz-ku deyman. Maymun tug'maymiz, kenguru tug'maymiz, to'g'rimi? Yo qiz yo o'g'il tug'amiz. Bu narsani aytishi o'zi bir g'alchalik-da.